Ya, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Akajon, Yaxshimisiz? zo'rmisiz? Ishlar Ishlaringiz yaxshi? yaxshimi? Bo'lyaptimi? Keling, Xormang endi, xormang. Salomat bo'ling. Keling. Jinsilar necha puldan bo'lyapti, akajon? Jinslar 1000 so'm, 1000 rubldan 2000 rublgacha. Yashang. Yangi modellar kelgan. Keling. Akajon, ozgina shoshib turdim. Sizga bir yaxshi narsa taklif qilmoqchi edim. Nima edi? Oxirgisi qoldi, mana bir ajoyib bir Yigitdan olib kelingan urug' bor edi-da, akajon. Nima xususiyati bor buni? Ha, bu shuni miyaga juda ham foydasi katta. Miyani shunaqa ishlatadi, akajon. Buni iste'mol qilib tomoqdan o'tgandan ta'sir qiladi 1-2 minutda. Mana 7 ta qoldi. Bitta lichinalik xohlasangiz sizga aksiya skidka qilib 7 tasini 500 so'mga bermoqchiman. Bir ko'rasizmi, aka? Xo'p, mayli, bir ko'ryapman. Keling-chi, akajon, qo'lingizni tuting. Mana oxirgi 7 ta qoldi, mana 7 ta. Buni iste'mol qilganingizdan foydasi tegadi. Foydasi tegmasa pulingizni qaytarib beraman, akajon. Buni xohlasangiz suv bilan, xohlasangiz o'zini shunday chaynab yutsa ham bo'ladi. Rahmat. Ta'mi yaxshi-ku. Ha, sizdan 500, akajon. Bitta, akajon, sog' bo'lasiz. To'xtang. Ha, aka. Bu nima edi o'zi bu? Bu olmani urug'i Yigitdan olib kelingan, akajon. Bu abishna olmani urug'imi? Ha, bu magazinlarda sotiladi. Ha, to'xtang-da, u hozir men 5 so'mga 5 kilo olsam bo'lmaymidi? Olma. Ha, ana aka, ta'sir qilyapti mana o'zi, aka. Ta'sir qilmaganda pulingizni qaytarib beradi. Ta'sir qildi. Keyingi safar shunday qilasiz, akajon. To'xtang, mashinnik, To'xtang.